Amir avtosavloda Kia Carnival ishqo'llari uchun 2010-yil Kia Carnival mashinasi kelib qoldi. Kraska holatlari O'zbekistonda bo'lmagan ekan, Koreyada bo'lgan bo'lsa bilmadim deyapti. Biz o'zimiz ham проверка qilib ko'rdik. Orqa bitta krilo подозрительный ko'rindi. O'zingiz uchun bir qator tekshirasizlar. Mashina 91 000 kilometr masofani bosayotgan. Всё. Mashinaning holati menga juda ham yoqdi. Ideal holatda turibdi. Salon holatga o'zingiz bir baho beringlar. Salon holatlar zo'r turibdi. Bu limuzin varianti, B kategoriya ham bo'ladi bunga. Kategoriya bo'lish shart emas. Hamma yoq elektronika zo'r ishlayapti. Ko'jilni ko'rsanglar bo'ladi, zo'r turibdi. Oldinlar ham ko'jalar zo'r turibdi. Bitta chiska qilib olsanglar bo'ldi. Детский sidinyalar bor. Mashinani qilinadigan hamma rasxodlarni qilib qo'yishdi. Ayb nuqsonlarni ko'rganimiz yo'q. Oke, mana ko'rsanglar bo'ladi. Oke, narxni ancha baland aytuvdilar. Bozorda ham bunaqa Sastyandagi Karnivalga ancha balandlar so'rab turishibdi. Narxni okalar tortishib $10,250 tushirib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib barak qilib olsanglar bo'ladi. Egalar nomerlarni